nimani hisobiga 3 metr yozaldimi parda narxlari bir-biridan bunaqa katta farq qiladi? Kelinglar bugun sizlar bilan pardani narxi nimaga arzon va qimmat bo'lishini hisoblab chiqamiz. Har bir parda 3 xil toifaga bo'linadi. Bu luxury, premium va komfortga. Birinchi farqi karnizda bo'ladi. Bu karnizimiz plastmassali bo'ladi, 3 qatorli bo'ladi. Roliklari ham mana plastmassali bo'ladi va bu sizga o'rtancha 3 yil, uzoq bilan 5 yil xizmat qilib beradi. Bu vaqtdan keyin bu karniz уже chirishni boshlaydi va orasidan kurchoqlari tushib qoladi. Parda ochilib yopilishlari ham biroz qiyinroq bo'ladi. 1 metr narxi 10 ming so'm turadi. Keyingi karnizimiz temir karniz bo'ladi. Bu ham 3 qator bo'ladi. Roliklari balonchikli bo'ladi. Bu pardani ochilib yopilishini juda ham qulay va yumshoq bo'lib, sizga bechniy desa ham bo'ladi bu karnizni. Parda og'ir pardalarni ham bemalol ko'tarib turadi. Karnizimizning 1 metr narxi 5 dollar. Keyingi karnizimiz elektronnik karniz bo'ladi. Buni pult bilan yoki telefon bilan boshqarsangiz bo'ladi. Buni bir qatorini 1 metr narxi 20 dollar bo'ladi. Ya'ni 3 qatorlisini 1 metr narxi 60 dollar bo'ladi. Endi qalin pardasini ko'rib chiqamiz. Bu qalin pardamizning 1 metr narxi 2 dollardan bo'lib 6 metr ketadi. Premium toifadagi pardalarimizga Chanel, Gabilelar kiradi va bularning o'rtancha narxi 30 dollardan boshlanadi. Bu toifamizga materiallarni kombinirованный qilib tikish kiradi. Misol uchun ikkita materialda bir-biriga ulab tikilinadi. Bu materialimizdan 2 metr ketadi, bunisidan 4 metr ketadi. Keyingi stilimizda luxury bo'lib, bunga 20 metr однотонный, 1.15 dollardan hamda 7 metr pater 1.30 dollardan va 200 dollarga mamlax aksessuarlar ketgan. Keyingi tuldagi farqlarimiz bu tulimiz 1 metr narxi 5 dollardan bo'lib, 3 metr joyga ekonomli ishlatganimizda 6 metr ishlatsa bo'ladi. Keyingi tulimiz lon bo'ladi. Bu 90% naturalniy bo'ladi va 3 metrlik joyimizga 9 metr qilsak juda ham zborkalar chiroyli chiqadi. Keyingi tulimizning 1 metr narxi 35 dollar bo'lib, 3 metrlik joyga o'rtancha 5-6 metr ketadi. Endi tikish narxini hisoblab chiqadigan bo'lsak, komfort tarifimizdagi pardalarimizni karniz metrini 10 dollardan, premiumi 20 dollardan va luxury stilni 30 dollardan tikiladi karniz metriga. Sizlarga mana biz hozir 3 xil ko'rinishdagi pardalarimizni hisoblab berdik. Bu 75 dollar, 345 dollar hamda 1190 dollar. Agar sizlarga pardalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarning isteginglardan kelib chiqqan holatda pardalar bitkazib beramiz.